Agarda siz kamida USMLEni bir marta boshlab, keyin tashlab qo'ygan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Do'stlar, agarda videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, men bu videoni oxirida sizga qanday qilib bu muammoni paydo bo'lishi va uni konkret yechimini berib ketaman. Bu videoni mana shunday do'stlaringizga albatta yuborib qo'ying, chunki bu rostdan ham manfaatli bo'ladi. Dastlab bilib qo'yishingizni xohlayman, bu narsa deyarli hamma talabalarda kuzatiladi. Ya'ni siz yolg'iz emassiz. Ko'pchilik bilan gaplashganim natijada, ya'ni oxirgi paytda yuzlab talabalar bilan gaplashdim va ularning aksariyati rostdan ham bilimli, ingliz tilini yaxshi biladi, institutda yaxshi o'qigan, ya'ni tibbiy fundamenti, tibbiy bilim fundamenti yaxshi, lekin ularning aksariyati ma'lum bir vaqtga kelgandan keyin to'xtab qoladi, motivatsiyasi so'nadi, ayrimlarda hattoki depressiya bo'ladi va u o'sha USMLEni tashlab qo'yishga olib keladi. Xo'p, do'stlar, videoning oxirida qanday qilib bu narsa sodir bo'ladi, buni ostida nimalar yotadi va bularni yechimini berib ketaman. Shuning uchun ham bor fokusingiz bilan bu videoni ko'rishingizni tavsiya beraman. Bitta talabam bor edi. U talaba menga murojaat qilishidan oldin u USMLEni boshlamoqchi bo'lgan, juda ham katta motivatsiya bilan yonib boshlamoqchi bo'lgan 3-kurs tibbiyot talabasi. Yaxshi o'qiydi. O'sha ko'pchilik qiynaladigan biokimiya, fiziologiya, anatomiya fanlari rostdan ham yaxshi o'qigan. Ingliz tilini yaxshi biladi va yonib kuchli xohish bilan USMLEni o'qishni boshladi. Ko'plab videolar ko'rgan, ko'plab kitoblar o'qigan o'zi va orada 1 oy o'tgan, 2 oy o'tgan, 3 oy o'tgan va oxiri USMLEni tashlagan. Xo'p, men yozyapti. Ustoz, o'qiyapman-ku, lekin qayerga ketyapman? To'g'risi bila olmayapman. To'g'risi charchab ketdim. Shunaqa tempda kitob o'qib, video ko'rib, kitob o'qib, video o'qib charchab ketdim degan gaplarni menga yozyapti. Xo'p, nima deb o'ylaysizlar? Bu yerda asosiy tashlab ketishiga sabab nima? Bu bitta oddiy holat, case va bunaqa caselar juda ham ko'p bo'ladi. Bu oddiy tipik holat, balki o'zingizni ko'rayotgandirsiz bunda. Bunda asosiy sabab do'stlar bilim emas-da. Bu aytaylik, bu bola yaxshi o'qimaganligi uchun kurs tashlab, ya'ni kurs emas, o'sha USMLEga tayinlanishi tashlab qo'ydi emas-da bu yerda. Ya'ni bilim va aytaylik kam harakat qilish USMLEni tashlashga sababchi bo'lmagan bu yerda. Bu yerda bu bolada yo'nalishni yo'qligi. Tushunyapsizlar? Unda konkret xarita, yo'nalish yo'q va uni noto'g'ri tayinlanish yo'lini tanlashga sababchi bo'lgan va uni depressionga va uni shu tayinlanishni tashlab qo'yishiga sababchi bo'lgan. Mana shu nuqtada do'stlar, masalaga yetmoqchiman. Ko'pchilikda USMLE haqida noto'g'ri tushuncha bor. Ko'pchilik o'ylaydi, men agar ko'p kitob o'qisam, ko'p videolar ko'rsam va ko'plab bilimlarni o'zlashtirsam, USMLEdan oson o'taman deb o'ylaydi. Aslida bunaqa emas do'stlar. Aslida sizni USMLE qay darajada kasalliklarni mohiyatiga tushungansiz, qay darajada kasalliklarni bir-biridan farqlay olasiz, qay darajada berilayotgan davoni mexanizmini tushungansiz va uni asoratlarini tushungansiz. Tushunyapsizlar? Buni siz hech qachon passiv o'qish, passiv bilim olish bilan to'g'ri o'zlashtira olmaysiz. Demak, sizga nima kerak ekan do'stlar? Demak, sizga konkret, aniq yo'nalish kerak. Ya'ni nimadan boshlash, qachon to'xtash va doimiy nazorat qiladigan tizim kerak. Xo'p, nimaga men to'xtash degan so'zni ishlatdim? Menda bitta qoida bor. Men deyarli hamma o'zimning talabamga, o'quvchilarimga bu narsani aytaman. Har doim do'stlar, ayniqsa hozirgi paytda, haligi sun'iy intellekt paydo bo'lgan vaqtda, ayniqsa do'stlar, hamma narsani bilishga harakat qilishimiz kerak emas. Kerakli narsani kerakli vaqtda bilishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni siz konkret maqsad qo'ydingizmi, USMLE topshirishim kerak deb, aynan shu hayotda uchraydigan, rostdan keyinchalik foydasi tegadigan bilimlarnigina birinchi o'rganishga harakat qilish kerak. Tushundinglar do'stlar? Mana shuni ajratib, ya'ni buni high yield deymiz. Low yieldga emas, high yieldga bor fokusimizni qaratishimiz bu to'g'ri yo'nalish tanlashning bitta qismi. Xullas, do'stlar, USMLEga tayinlanishdan oldin sizda konkret yo'nalish bo'lishi shart. Konkret aniq reja bo'lishi shart va nazorat bo'lishi shart. Kelinglar do'stlar, men sizlarga ko'pchilik USMLEni tashlashiga sababchi bo'ladigan bir nechta va eng ko'p uchraydigan muammolarni sanab beraman. Deyarli hammada uchraydigan, ayniqsa USMLEni endi tayyorlanishni boshlayotgan talabalarda va shifokorlarda uchraydigan ikkita katta muammo. Birinchisi
Hozir resurslar juda ham ko'p, USMLga tayinlantiradigan videolar, darsliklar, kitoblar juda ham ko'p va ko'pchilik nima qiladi? Oldi-orqaga qaramasdan, ma'lumotlarni ajratmasdan, high loyalty ajratmasdan birdaniga o'rganishni boshlaydi. Ya'ni siz passiv, ya'ni videoni ko'rish, kitobni o'qish bu passiv o'rganish hisoblanadi va ma'lumotlarni ajratmasdan passiv o'rganish orqali bor fokusini, bor kuchini, bor vaqtini mana shu kitob o'qish yoki video ko'rishga sarflash. Juda katta xato. Ikkinchisi do'stlar, o'rganayotganda har bitta savollarni, har bitta keyslarni klinik muammo sifatida emas, oddiy test ko'rinishida qabul qilish. Nima demoqchiman? Siz o'qiyotgan ma'lumot hayotda qanday keladi o'zi? Siz o'rganayotgan vaziyatli masala o'zi mendan nimani so'rayapti? Ya'ni mohiyatni tushunish kerak. Agarda siz o'qiyotgan ma'lumotlaringizni keysda qanday kelishi mumkinligi haqida o'ylab ko'rmasangiz, o'rganayotgan ma'lumotlaringiz hayotda qanday kelishi mumkinligi haqida bosh qotirmasangiz, demak siz katta ehtimol bilan buni siz shifokor bo'lganda ham ishlata olmaysiz va keysda ham to'g'ri topa olmaysiz. Mana bu narsani men qisqa lo'nda qilib aytaman. Har bitta kasallikni pattern'i bo'ladi. Ya'ni ma'lum spetsifik xususiyatlari bo'ladi. Aynan o'shalarni ko'ra olish. Agar siz uni ko'ra olsangiz, kelgan bemorni ham tez diagnoz qo'ya olasiz. Keysda ham tez to'g'ri javobni topa olasiz. Ana endi kulminatsion nuqta do'stlar. Men 5 yillik USMLE mentori, USMLE ekspert sifatida mana shu USMLEni boshlab tashlab qo'yadigan odamlar uchun 3 ta bilishingiz shart bo'lgan va buni oldini oladigan yo'lini o'rgataman. Agarda shu 3 ta narsaga amal qilsangiz, sizda xudo xolasa bu muammo butunligi sizni tark etadi. Birinchisi, sizda konkret xarita, reja bo'lishi shart. Xo'p, nima demoqchiman? Siz bugun nima qilasiz? Bir haftalik qanday ishlarni amalga oshirasiz va bir oylik qanday o'zingizda analiz qiladigan ko'rsatkichlar bor. Shuni aniqlashtirib olish kerak. Soddaroq qilib aytaman. Misol uchun siz hozir fiziologiyani o'qishni boshladingiz yoki biochemistry, biokimiyani o'qishni boshladingiz. Bugun qaysi mavzuni o'zlashtirasiz, nechta keys ishlaysiz? Bir haftalik qaysi mavzu tugaydi, nechta keys flash karta tugaydi va bir oylikda mana shu o'rgangan narsalaringizni qanday qilib analiz nazorat qilasiz? Tushunyapsizmi? Shu ko'rsatkichlar o'qishni boshlashingizdan oldin aniq bo'lishi kerak. Exceldan yoki boshqa haligi schedule qiladigan, plan qiladigan demak programma orqali chiqartirib osib qo'yish kerak. Men juda ham ko'p videolarimda oddiy Exceldan qanday buni yasash haqida tushuntirib berganman. O'shani osib darsxonamizga osib qo'yamiz. Bu degani bir oydan keyin men nechta case, nechta flash karta, nechta video kitobni o'qib chiqqan bo'laman. Mana shu narsa aniq bo'ladi. Va siz haftalik, oylik qilayotgan ishlaringizni bemalol monitoring qilasiz. Bu yerda ikkita narsani ko'ryapmiz. Birinchisi nazorat, ikkinchisi deadline. O'ta muhim bo'lgan ikkita narsani ko'ramiz. Demak, mana shuni xarita deymiz. Demak, sizda agar deadline bo'lmasa, natijaga chiqish ehtimoli juda past. Ko'pchilikda deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Ikkinchisi, nazorat bo'lmasa, bir haftalik nechta case, bir haftalik necha foizlik o'sha ishni bajardingiz. Siz plandan orqada qolib ketyapsizmi, yo'qmi? Nazorat, monitoring o'zingiz qila olasiz shu orqali. Va ikkinchisi do'stlar, savollar orqali, keyslar orqali konseptlarni, mavzularni, bilimlarni o'zlashtirish. Mana shu ultra high yield. Nima demoqchiman? Juda ham ko'pchilikcha USMLEni haligacha to'g'ri tasavvur qila olmaydi. USMLE sizni fikrlashingizni tekshiradi. Bilimlarni qay darajada quruq yodlab olganingizni emas. Ko'pchilik quruq yodlab oladi-da. To'g'ri tushadi shunaqa to'g'ridan to'g'ri so'raydigan savollar ham, lekin asosiysi o'sha konseptni qay darajada siz to'g'ri tushungansiz, qay darajada 5-6 ta kasallikni bir-biridan farqlay olasiz. Shuni tekshirib. O'shaning uchun ham ko'pchilik NBME style questionlarda, NBMEga o'xshash, haligi real imtihonga o'xshash savollarni xato qilishni boshlashadi. Ko'plab kitoblarni o'qigandan keyin ham, ko'plab hattoki ustoz bilan keys ishlagandan keyin ham. Xo'p, demak buni muammosi qanday ekan? Bitta konseptni o'zlashtirdingiz, o'sha konseptni keysini ishlaysiz. Demak, har bitta o'rganayotgan konseptingizni, o'rganayotgan bilimingizni, o'rganayotgan kasalligingizni keyslar orqali o'rganish o'ta xayil. Biz o'shaning uchun ham o'zimizni alohida indokka algoritmini yasab chiqqanmiz. Sizni har bitta qadamingizni qanday
o'zlashtirishingiz kerak. Har bitta konseptdan keyin haligi mavzulashtirilgan keyslarni alohida o'zimizning Indo Question Bankga joylab chiqamiz va bu sizni natija ko'rsatishingizni ta'minlaydi. Bizda konkret xarita o'zi shakllangan. Demak, savollar orqali o'rganish o'ta muhim. Va uchinchisi undan ham muhimi, do'stlar, mana USMLga tayinlanishi deyarli 50%ni va undan ko'pini tashkil qiladigan narsa bu review. Case'ni to'g'ri review qilish. Case ishladingiz, boshida vaziyatli masala ishlaganingiz, uni to'g'ri ishlashingiz, xato ishlashingiz ahamiyatsiz. Chunki uni siz learning tool, ya'ni o'rganish maqsadida ishlayapsiz. Bu yerda siz xato qilsangiz, eslab qoling, xato qilsangiz, aytaylik, bemalol mumkin. Chunki siz hali nima deydi, mashq qiladigan hududdasizda. Rostakasim imtihonda xato qilmaslik uchun siz qanday xulosa chiqarishingiz kerak? Case ishlaganingizda nimaga bu to'g'ri bo'ldi, nimaga boshqa variant xato bo'ldi? Nima qilib haligi xato variantlar o'zi sizni aldamoqchi bo'ldi, ya'ni sizni tuzoqqa tushirmoqchi bo'ldi. Mana shu narsani tushunish kerak, mohiyatni tushunish kerak. Mana o'shanda sizni miyangiz algoritmga o'xshab o'ylash boshlaydi. Misol uchun aytaylik, qorinni yuqori sohasidagi, ya'ni epigastral sohadagi ketayotgan og'riq haqida gap ketyapti. Bemorda dispepsiya bo'lyapti. Demak, siz 4 ta 5 ta o'sha GI sistem bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar haqida o'ylashingiz kerak. O'sha gastrit, oshqozon yazvasi, o't qopida tosh yoki xolesistit va hokazo. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni shu umumiy xususiyat. Endi bularni farqlash uchun har bittasini spesifik belgilarini bilishingiz kerak. Va siz shunday qilib savolni to'g'ri javobini aniq bilmasangiz ham variantdan bemalol uni istisno qilib to'g'ri topsangiz bo'ladi. Xulosa qilib aytaman, to'g'ri yoki noto'g'ri case'ni ishlaganingizdan keyin ham uni explanation qismi bor, tushuntiriladigan qismi bor. O'sha qismini yaxshilab o'qishimiz kerak. Nimaga u xato bo'ldi, nimaga u to'g'ri bo'ldi va xulosa chiqarishimiz kerak. Har bitta kasallikka o'zimiz patternni yasab chiqishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, xulosa qilib aytadigan bo'lsam, agarda sizda konkret xaritangiz bo'ladigan bo'lsa, miya charchamasdan, stresslasiz oxirigacha borishiga yordam beradi. Ya'ni siz bitta narsa boshlagan narsangizni oxirigacha tugatishingiz ehtimoli oshadi. Savollar asosida o'rganish va uni to'g'ri tahlil qilish bo'lsa, sizni yangi darajaga, yangi levelga olib chiqadi. Endi, agarda do'stim siz, men hozir ko'rib turgan do'stim, USMLni tashlab qo'ygan bo'lsangiz tayyorlanishi, bilib oling, bu sizni kuchsizligingizdan yoki bilimsizligingizdan emas. Bu sizda tizim yo'qligidan. Eslab qoling, USML topshirganlarning hammasini agarda siz solishtiradigan bo'lsangiz, ularni bitta narsa birlashtiradi. U ham bo'lsa disiplina, ya'ni intizom va konkret tizim. Agarda shu narsani o'zlashtirmoqchi bo'lsangiz, agarda siz USMLni boshqatdan boshlab oxirigacha borish niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, aynan siz uchun do'stlar mutlaqo bepul bo'lgan 7 kunlik restart plan tuzgan. Va bu plan do'stlar mutlaqo bepul. Buni siz yuklab olishingiz uchun mana shu videoni opisiyaniyasida, ya'ni kommentariyasida men link tashlab ketdim. O'sha link orqali o'tib, shuni yuklab oling, o'zingizda qo'llab oling. Va qo'llaganingizdan keyin natijasini kommentariyada yozib keting. Do'stlar, yuqori natijalarga erishishingizni tilakdoshiman. Va sizni ishoning o'xshaydi. Agarda shu planni o'zingizda qo'llasangiz, qunt bilan shu ishni qiladigan bo'lsangiz, aniq ayta olaman, siz natija ko'rsata olasiz. Sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.